Bu sirda qaynoq tandirga kirib chiqqandan keyin o'zimdan battar erib oqib yer bilan bitta bo'lgan duxumni shartta ko'tardimda. Bu uyda hech qachon tugamaydigan o'lasa ham qilib bo'lishga majbur bo'lgan bitmas tugamas ubork ishlarimni boshlab yordim. Yiqilgan kurashga to'ymabdi deganlardek bu changlar bilan kurashib yo men charchamadim yo bu changlar charchamadi. Shu pilsosim bilan meni 24 ga yetib kuzatib like bosmasdan meni ko'ra olmaydigan yaqinlarimni ko'ngilchasini ham tozalab yorsamda. Hammaylar uni buni qo'yinglar. Hech qachon ishlatilmaydigan lekin mahallani xotinlari sanaydi deb qilingan ko'rpa to'shaklar uylarning bir burchagida do'mpayib turadimi? Ishonasizlarmi, to'yimga mana 6 yil bo'ldi lekin biror marta ham bu ko'rpa to'shaklar ishlamagan. Faqat gilam to'shak deyilgan, shunisi 2-3 marta ishlatilgan xolos. Bu chiqqanjonlar uy qurib olmasin deb hali u yoqqa, hali bu yoqqa yig'ib o'zimga ish qilganim qoladi xolos. Uxlash uchun spalni, mehmonlarga siz stol, ugologlar bo'lgan zamonda sepga shuncha ko'rpa to'shak qilishi nima keragi bor ekan? Shu savolga javob topolmay miyam qisadi xolos. Sizlarda ham shunaqa jinnicha urf-odatlar bormi? Ha, o'rtoqlar, bu ko'rpa to'shaklarni nima qilsam bo'ladi? Maslahatingizni kommentariyaga yozib ketinglar, bu men uchun juda ham foydali bo'lgan bo'lardi. Shunaqa qilib chang-chunglar bilan jangni tugatib, urushda qatnashgan dog' sochiqlarimiz Bavi Super Очистителda oppoqona qilib yuvib olamiz. Nima ham qilardik? Boriga shukr qilamiz, yo'g'iga sabr qilib, yurakdan qasra qusur harakat qilamiz. Keyingi reelslarda ko'rishguncha xayr, sahifamga obuna bo'lishni unutmang.